Assalomu alaykum Bag'dod obunachilari. Xudo xolasa mana keyingi obyektimizga 16 mingtalik ishlarimizni yetkazib berganmiz. Xudo xolasa ustakalarimiz mana urishni boshlashdi. Ishlarimizda rang ro'ylarga, sifatlarga katta baho berib qo'yamiz. Razmerlari 25, 12, 6 razmerda vodiyning standart g'ishi. İşlerimiz mana o'ta go'zal holatda chiqyapti. Bu ikkinchi zavodimizdan ishlab chiqarilgan ishlar. Bu tarafda esa mana hozir keyingi 5,5 mingtalik mashinada to'kib ketishdi. Ishlarimiz sho'lamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan Bag'dod g'ishlari. Xudo xolasa mana qurilish ishlarimiz ketyapti. Kimga shunday ishlardan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Nomerlar pastda qoldiramiz, aloqaga chiqaramiz.